Payg'ambar alayhissalommi? Hadija onamizga uylanishlikdagi asosiy o'lchovi nima bo'lgan edi? Chiroy emas edi ekan, birodarlar. Nima edi ekan? Xulq, aql, iffat, pokizalik, vafo edi. Go'zallik emas edi. Chunki bundan boshqa o'lchovlarda, birodarlar, qadri yo'q. Qadri yo'q. Hozirgi uylanayotganlar nimasiga qarab uylanyapsizlar, o'y ukalar? Man tazawwajal mar'ata li jamaliha adallahulloh. Kim bir ayolga uning go'zalligi uchun, faqat go'zalligi uchun uylansa, Alloh bu erkakni xor qiladi. Faqat chiroyini maqsad qilib olgan bo'lsangiz. Allohning huzuridagi martabangiz ziyoda bo'lgan sari atrofingdagi kishilar salohiyatli insonlar, afzal insonlar bo'ladi. Bir kishining qissasini aytib berishgan edi. Bir ayolga oshiq bo'lib, go'zalligiga, faqat go'zalligiga oshiq bo'lib, orqasidan yugurdi. Ana shu ayolga yetish uchun hech narsaga qaramadi. Nasl nasabini ham surishtirmadi, fe'l-atvorini ham, dinini ham surishtirmadi, yetishdi. Yetishdi katta qarz bo'lish evaziga. Bir. Yetishgan kuni qarasa, qiz emasligini ko'rdi. 2. Bu ham yetmagandek, eriga xiyonat qilib turardi bu chiroyli ayol. 3. Nima uchun bunday bo'ldi? Faqat chiroyga intilgan edi. Ha, bir ayol ham nasl nasabli bo'lsa, ham sharafli bo'lsa, ham boy badavlat bo'lib, dindor bo'lib, go'zal bo'lsa, nur ustiga nur. Ammo iffati, axloqi, dinini birortasiga qaramasdan faqat chiroyiga qarab uylanayotganlar nima bo'ladi? Xor bo'ladi. Alloh taolo bu odamni xor qildi. Bu odam nasl nasab, axloq, iffat, tarbiyaga birortasiga qaramadi. Faqat nimasiga qaradi? Alhamdulillah masjidlarga kelayotgan ukalarimiz dinini istayapti. Diniga qarayapti, tarbiyasiga qarayapti, onasiga qarayapti, oilasiga qarayapti, nima pul bilan boqilganiga qarayapti. Alhamdulillah. Inshaalloh bundan keyingi kelayotgan bir avlodlarimiz zo'r bo'ladi. Umid qilamiz shu narsadan. Demak, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Hadija onamizga uylanganlarida go'zalligini birinchi o'ringa qo'ygani yo'q. Nasl nasabini, iffatini, axloqini, tarbiyasini hisobga oldi. Man tazawwajal mar'ata li jamaliha adallahulloh. Kim bir ayolni faqat chiroyi uchun uylansa, Alloh uni xor qiladi. Bu degani chiroyi ayol uylanib bo'lmaydi degani emas. Tarbiyasi, axloqi, diniga qarang. Go'zal bo'lsa nur ustiga nur. Lekin axloqi, tarbiyasi, dini mutlaq yo'q bo'lgan chiroyli ayolga uylanib bo'lmaydi musulmon odam. Bo'laveradi, boshqalarga bo'laveradi, musulmonga bo'lmaydi. Va man tazawwajaha limaliha afqarahulloh. Kim bir ayolni faqat moli uchun, boyligi uchun qiziqib uylangan bo'lsa, Alloh uni faqirligini ziyoda qiladi. Va man tazawwajaha li hasabiha zadahallohu dana'atan. Kim bir ayolni faqat nasl nasabi uchun uylangan bo'lsa, Alloh uni pastligini ziyoda qiladi. Falaka bizati din taribat yadak. Baraka topkur. Din egasini tanlagin.